Protsedura og'riqsiz, xavfsiz, misol uchun qon chiqmaydi, infeksiya tushish xavfi juda ham kam. Bu profilaktika uchun ham qilinishi mumkin. Ko'pchilik masalan, "Yo'q, men tug'maganman, kesir va qildirganman" deydi-yu. Xo'p, siz tug'magansiz, siz kesir va qildirgansiz, lekin yuzingiz osildi-yu, ichki organlaringiz osildi, teringiz osildi-yu, ham u ham qanday ham shunaqa mushak, muskul u. U ham osilishi mumkin. Yosh o'tyapti, hamma bir xil mana shunday saqlanib qolmaydi, organning hamma joylari to'g'risida. Ularga ham kerak. Intimniy plastika bu kelajakda siydik ushlolmasligini oldini olish, opusheniya matka bo'lmasligi uchun, sistitlar bo'lmasligi uchun, har doim jinsiy hayotda ayol o'ziga uverenniy bo'lishi uchun qilinadigan protsedura. Buni hech qanaqa zararli tomoni yo'q. Buni foydasi bo'lsa bor, zararli tomoni yo'q. Mana hozir yaqinda yana misol uchun o'zim olib ko'rdim, shu preparat intimniy egzosoma. 6 milliard tirik molekula qanday yuboriladi. Kasalligi bormi, eroziyasi bormi, hammasini birday davolab beradi. Har 6 oyda olsin, ginekologga ham baribir o'shancha rasxod qiladi kasalligi uchun, to'g'rimi? Eri yurib ketgandan keyin boshini devorga urishadi. SMSda ushlab olib, yo boshqa narsa qilgan. Ungacha qarash kerak, o'shangacha qilib turish kerak. Men o'ylayman, intim plastika protsedurasi bu ayollarga har doim o'zini har qanaqa sharoitda ham qulay, komfort hisoblash uchun shart.